Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Noldan bepul trading darslarimizni davom ettiramiz. Bugun ikkinchi dars. Inshaalloh bugun tradingda shamlar, grafika va shamlarni o'tamiz inshaalloh. Bu mana shu videoni ko'rib turgan insonlar uchun maxsus tayyorlangan. Kim bizni YouTube'dan kuzatayotgan bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib bu PDF'da qo'lga kiritishligi mumkin. Demak, birinchi biz o'tgan darsda nimani o'tdik? Bozorni va bozorni turlarini o'tdik va halol bo'lgan bozor faqatgina aksiyalar va spotdagi halol aksiyalar va spotdagi halol coinlar haqida qisqacha tushuntirib o'tgan edik. Demak, bugun endi mana shu halol bo'lgan yo'nalishida qanday ishlaymiz? O'shani o'rgatishlikda davom etamiz. Birinchi grafika nima ekanligini tushunib olishligimiz kerak. Tradingda agar grafika deganimizda mana shu erta mana shu narsani tushunishlaring kerak bo'ladi Allohning izni bilan. Grafika chart, ya'ni chart bu moliyaviy bozorni, forex, kripto yoki aksiya har qanaqa bir bozorni vizual tarzda ko'rsatib turuvchi narsa. Ya'ni narxlarni vizual tarzda ko'rsatib turuvchi narsa. Bu bizga qanday yordam beradi? Muvaffaqiyatli savdo qilishlik uchun biz narxlarni harakatini vizual tarzda ko'rib turamiz. Ya'ni avtomatik, ya'ni narx oshsa o'sha grafikaga yuksaladi. Agar narx tushadigan bo'lsa, har qanday bir coinni yoki har qanday bir aktivni grafikda pastga tushganligini ko'ramiz. Narxlarni nima qiladi? Ma'lumotini, ya'ni bir vaqtni o'zida o'sha narxni qayerga qarab ketayotganligini grafikda ichida nima qiladi? Ko'rsatib beradi. Misol uchun, grafikani asosiy o'qlari ikkita. Tik o'q va yon o'q. Bu tik o'q narxni bildiradi. Va bu yerdagi vaqtni bildiradi. Misol uchun, mana bu yerda 1 kunlik time frame'da siz yoki mana shu 1 oylik grafika bo'ladigan bo'lsa, 1 oy davomida narx mana bu yerda grafika bor. Misol uchun $1, $2, $3, $4, $5. Mana shu $1 dan chiqqan $4 ga biroz qaytgan, ya'ni chiqqan biroz mana shu holatda bo'lganligini ko'rsatib turibdi. Ya'ni 1 oy davomida misol uchun dollar o'zbek so'miga qarshi mana shunaqa yurdi yoki Bitcoin USDT ga qarshi mana shu holatda yurdi. 1 oyda $60 bo'ldi, undan keyin $65 bo'ldi, $67 ga qaytdi, keyin $70 ga chiqdi misol uchun. Bu narxni ko'rsatadi, bu esa vaqtni ko'rsatadi. Grafika turlari. Ya'ni bizga aslida mana bu narsani inshaalloh o'zlaring o'qib konspekt qilib olishlaring yaxshi. Umumiy holatda biz tushuntirib o'tamiz. Grafika turlari. Bozorda narxni ko'rinishini bir necha uslublari bor. Misol uchun biz grafikani xuddi bir chiziq holatda ko'rishligimiz mumkin. Undan keyin barlar holatda ko'rishligimiz mumkin. Bu chiziq holatida, ya'ni mana bu ko'rgan narsamiz chiziq. Misol uchun, ko'p vaqt Google ga dollarni kursini yozadigan bo'lsangiz yoki yevroni kursini yozadigan bo'lsangiz, mana shunday holatda bir chizilgan holat bo'ladi. Bu mana bu birinchi grafika hisoblanadi. Va biz eng ko'p tradingda ishlatadigan narsamiz mana bu uchinchisi hisoblanadi. Bu barlar ham klassikada professional traderlar ishlatishadi. Ya'ni bular ham o'zini o'sha bir chiziqda maksimumini, minimumini misol uchun mana bunday holatda bo'ladi. Misol uchun maksimum bozor bu yerdan ochilgan bo'lsa, mana bunday holatda bo'ladi. Lekin bizni bilgan umumiy nimamiz qaysi bo'ladi? Umumiy bizni bilgan va tradingda eng mashhur bo'lgan chatimiz mana bu sham grafika, ya'ni candlesticklar bilan biz nima qilamiz? Savdo qilamiz va bu candlesticklar biz uchun bir qancha vazifani ado etadi.
darslarimiz davomida patternlar yoki shunga o'xshagan narsalarni o'rgatamiz yoki candle'larni bugungi darsimizda o'zida ham shamlarni turlarini o'tamiz. Bizga bozorga kirishlikka yoki chiqishlikka, ya'ni bozorning chiqishligi yoki tushishligiga taxminan nima qiladi? Signal berishligi mumkin bo'ladi va biz asosan mana shu 3-chi nima holatda ishlaymiz. Endi mana bu birinchisi hammaga ma'lum. Buni hatto maktablarda geometriya darsida ham o'tishadi. Ikkinchisi barlar. Istasangiz barlarga o'zgartirib olishligingiz mumkin, lekin u biroz qiyin hisoblanadi. U yerda FVga topishlik yoki shunga o'xshagan bir qancha SMCda yoki ICTda o'rganiladigan strukturalarni tam ochiq ko'ra olmaysiz. Shu sababdan eng qulayi nima bo'ladi? Shamlar bo'ladi. Shamlar bu yerda ikki marta yozilib qolibdi. Shamlar o'zi sham nima? Sham bu yapon shamlari deymiz. Eng ko'p bu o'sha bozorda 19-asrda Yaponiyada tashkil qilingan, guruch bozorida tashkil qilingan o'sha narxlarni vizual tarzda ko'rsatib turishlik uchun mana shu narsa tuzilgan. Endi shamlarda 4 ta asosiy qismi yoki nuqtasi bor. Peak bu nima? Maksimum. High deymiz, ya'ni eng yuqori cho'qqi. Low eng past cho'qqi, minimum. Open ochilishligi dastlabki narx, close bo'lsa yopilishlik, ya'ni narxning oxiri, eng oxirligi. Inshaalloh batafsil yana aytib o'tamiz. Misol uchun o'suvchi, ya'ni biz shamlarni ko'rganimizda ikki xil rang bo'ladi. Oq yoki qaro, yashil yoki qizil. Bullish deymiz, ya'ni o'suvchi va tushuvchi, bearish deymiz, ya'ni qizil sham. Qizil sham ya'ni oquvchi sham ekanligi, ya'ni pastga narxni pastga tushuvchiligini ko'rsatib beradi. Va narxlar mana bu holatda bo'ladi akalar. Mana buni biz tana deymiz, o'zini tana deymiz, o'zini shamni o'zini tanasi deymiz. Va mana bularni soya yoki dumlari deymiz. Bu high shamni eng yuqori nuqtasi. Close bu yopilish nuqtasi, open'da nima? Ochilishlik nuqtasi. Misol uchun grafikda narx yuqoriga qarab ketayotganda narx birinchi mana bu yerda ochiladi. Misol uchun bu yerda $50. Deylik solona hozir narxi $50. Mana bu 4 soat ichidagi sham bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? 4 soatlik time frame'dagi sham bo'ladigan bo'lsa, bu nima qiladi? 4 soat ichida 4 soatni dastlabki qismida narx mana shu yerdan $50 ochiladi. Va mana bu 4 soat ichida misol uchun deylik bu yer $50 bo'lsa, bu yer $55 gacha bo'ladi va $49 gacha tushgan bo'ladi. Ya'ni bu low minimum hisoblanadi. Minimum va eng oxiri narx mana shu diapazonda ichida 49 bilan 55 ta orasida yurib, eng oxiri mana bu yerda bekiladi. Close bu berkilishligi hisoblanadi. Xuddi shu narsa teskarisi bu qizil shamlarda. Misol uchun bozor tushib kelyapti, open nima bo'ladi? Mana bu yerda ochiladi. Ochilishlik mana bu yerda, close bo'lsa mana bu yerda. Bu ham misol o'laroq faraz qilaylik, 4 soatlik time frame'dagi sham bo'ladigan bo'lsa, bu nima qiladi? 4 soat ichida maksimum mana bu yergacha chiqadi va minimum low mana bu yergacha chiqadi va eng oxiri close, ya'ni berkilishlik nuqtasida berkiladi. Shunaqa. Endi biz qisman nimani ham aytib o'tamiz, trendlarni ham. Bozorda 3 xil trend bor. Ya'ni bozorda har doim 3 xil trend bor. Grafikada trend degani o'zi yo'nalishlik, bir tarafga qarab yo'nalishlik. Bozorda 3 xil trend bor. Nima? Uptrend bor. Endi xuddi shuni pastga tushishligi down trend bor va mana shu siqilgan yassi trend bor. Ya'ni to'g'riga o'tadi. Ya'ni ma'lum bir diapazonda misol uchun 60 va 61 da orasida yuradi mana shunday qilib. Bu yerda bo'lsa yuqoriga qarab nima qiladi? Chiqib ketadi. Yuqoriga qarab chiqib ketadi. Tushunarli bo'ldi? Allohning izniyle. Yana ham tushunarli bo'lishligi uchun o'suvchi trend.
o'suvchi trend uptrend deyiladi. Buqalar bozori, ya'ni buqa va ayiq deydi. Buqa degani uptrend, yuqoriga qarab chiqishlik, ya'ni buqa yuqoriga shoxini, ya'ni urushganda, jang qilganda yuqoriga qarab shoxini ko'targanligi uchun, ya'ni bozorni yuqoriga ko'tarishligini alomati. Ayiq bo'lsa qo'li bilan pastga bosganligi uchun nima? Biz pastga tushishlikni ayiq bozori, yuqoriga chiqishlikni buqa bozori deb ataymiz. Xuddi shamlar o'sha bu yerda grafikani qisman berilgan, lekin grafika haqida batafsil o'tib ketamiz. Grafika mana shu tarzda yuradi. Har doim uptrend bo'ladigan bo'lsa, high, low, higher, low mana shunday bo'lib ketadi. Minimum, maksimum, minimumni maksimumi, ya'ni mana bu minimumni undan ustki qismi va mana bu maksimumdan maksimum, bu minimumni maksimumi, ya'ni bu minimumdan yuqorida bo'lganligi uchun minimumni maksimum hisoblanadi. Mana bu ham minimum bunga qaraganda, lekin mana bundan yuqori, ya'ni bu higher low hisoblanadi. Bu higher high, ya'ni maksimumda ham maksimumi hisoblanadi. Ya'ni xuddi shu narsa teskarisi, bu ayiqlar bozori downtrend pastga tushuvchi trend, ya'ni xuddi shunday maksimum, minimum, lower high, lower low, lower high, lower low, mana shunaqa. Keyin biz shamlarni bir qancha turlarini Allohning o'zi bilan aytib o'tishlikka harakat qilamiz. Shamlarning turlari yakka shamlar, ya'ni bitta shamni o'zi odatda narxni yuqoriga yoki pastga tushishligiga dalolat qilishligi mumkin hisoblanadi. Misol uchun doji, Hoj, ya'ni kreasinga o'xshagan narsalar. Dojilar oilasi, hammasi ular dojilar oilasi. Ya'ni bir qancha nima bor, mana shu dojilar oilasi. Ya'ni bu nima? Biz dedikki open va close dedik, bozorning ochilishligi va yopilishligi. Orasida hech qanday deyarli farq bo'lmaydigan bo'lsa, biz buni doji deymiz. Istar bunday bo'lsin, istar bunday bo'lsin, istar plyusga o'xshasin, istar hojga o'xshasin, istar nimaga o'xshasa o'xshasin. Faqat buni bizga signal beradigan narsalari bor. Buni chizib inshaalloh daftarlaringizga konspekt qilasizlar. Bu standart doji, ya'ni o'rta holatdagi doji. Standart doji hisoblanadi. Bu uzoqroq, ya'ni maksimum va minimumlari uzoq bo'lgan doji. Bu doji agar mana bu holatda bo'ladigan bo'lsa, bizga buy pozitsiyani, ya'ni bozorni yuqoriga qarab ketishligini dalolat qiladi. Bu bo'lsa, xuddi shu narsa dojilar avlodi bu ham. Bu qabr toshi deyiladi, ya'ni pastga qarab ketishlikni dalolat qiladi Allohning o'zi bilan. Keyingi darslarda bafoja bular haqida tushuntirib o'tamiz. Faqat siz mana bularni hozir tanlab oling va bozorda qanday harakat qilishligini tushuntirib beraman. Agar bu bozorda misol uchun mana bu ikkisi neytral holat. Ya'ni bozor agar misol deylik keladi, bozor kelyapti, doji hosil qildi, bu neytral. Ya'ni oluvchilar va sotuvchilar orasida kuch bir xil. Agar bu tushayotgan bo'lsa ham xuddi shunday, oluvchilar va sotuvchilar orasida nima bir xil bo'ladi. Agar bu misol uchun bozor tushib mana bu holatda yashil bo'lgan bo'lsa, bu open, mana bu yer close va mana bu yer minimum bo'ladigan bo'lsa, bu bozorda yuqoriga qarab ketishlikka dalolat qiladi. Xuddi shu narsa, misol uchun bozor chiqib kelyapti, maksimum bu yerga qadar yasadi va agar bu holat bo'ladigan bo'lsa, bozor berkiladigan bo'lsa, bu bozorni keskin tushishligiga dalolat qiluvchi nima? Bir signal desak mubolag'a bo'lmaydi. Eslatib o'taman, mana bu yuqorida aytilayotgan har qanday bir signal yoki bir qandaydir strategiyalar, bular bu mustaqil bozorga kirishlik uchun sabab emas. Qaytarib o'taman, mana bunga o'xshagan keyingi darslarimizda ham buni bir qoida o'laroq daftaringizga yozib oling. Har qanday bir strategiya, har qanday bir signal, ya'ni darslarimiz davomida signal deb ataymiz inshaalloh. Misol uchun bozor
bozor tushsa va mana buni hosil qilsa yuqoriga chiqishlikka bitta signal. Lekin bu mustaqil nima qilishlik emas, bozorga kirishlik degani emas. Undan keyin hammer, bu ham bizga kerak bo'ladigan nimalardan deya olamiz. Hammer o'zi, ya'ni bolg'a, ya'ni agar misol uchun bozor bu yerda optimal, close mayor, minimum, mana bu yer maksimum. Agar bozor yuqoridan pastga keladigan bo'lsa, bu ham o'sha yuqoridagi dojiga o'xshab turib, bu ham yuqoriga chiqib berishlikka dalolat qiluvchi nima? Bir doji hisoblanadi. Lekin bu ham mustaqil narsa emas. Xuddi shunday bullish ham, bearish ham, ya'ni yuksak, ya'ni ko'tariluvchi va tushuvchi hammerlar ham shunaqa. Endi hammerlar ba'zan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu yaqinda yaxshigina otib berishlikka dalolat qiladi. Endi xuddi shuni teskari hammer bolg'ani teskarisi. Deylik, bozor narx chiqib kelganda hammer mana bu paydo bo'ladigan bo'lsa, bu tushadi degani. Bu tushadi degani. Agar yuqoridan kelgan bo'lsa, bu yana qaytib tushib ketishligi mumkin degan dalolat qiladi. Ya'ni bu yerda bir qancha farqli nimalar bor, lekin umumiy holatda shunaqa. Ya'ni bu mustaqil hech narsa emas. Bular hech biri mustaqil hisoblanmaydi. Ikkili va murakkab shamlar yoki patternlar deyishligimiz mumkin. Mana bu sham eng muhim shamlardan hisoblanadi. Misol uchun meni nimamda, ya'ni tajribamda chuqur ahamiyatga ega bo'lgan shamlardan hisoblanadi. Nima uchun? Dark cloud cover, ya'ni qora bulut qoplama degan narsa bor. Ya'ni rus tilida поглощение deydi. Ya'ni yutib yuborishlik. Ya'ni qora bulut qoplama, dark cloud cover, ya'ni misol uchun deylik bozor narxi chiqib kelyapti. Narx chiqib keldi va mana bu yashil shamni bitta qizil sham yutib yuboradigan bo'lsa, ya'ni o'zidan katta bo'lib yutib yuboradigan bo'lsa va mana bu shu 50% dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, nima qiladi? Bozor pastga oqib ketishligi mumkin bo'ladi. Bu biroz pastda bo'lishligi kerak umumiy holatda. Xuddi shuni teskarisi ham, deylik narx oqib kelyapti va mana bu yashil sham yutib yuboradigan bo'lsa, nima bo'ladi? Bozor yuqoriga qarab ketadi. Bu yerda tarifi bor. Tarifni o'qishlaring mumkin bo'ladi, Allohning izni bilan. Shunaqa. Bu ikkilamchi yoki pattern deb atashligimiz mumkin. Bir qancha buni turlari bor. Ikkilamchi shamlarda. Ikkilamchi shamlar deganda nimani qasd qilamiz? Ya'ni ikkita shamdan tashkil topgan. Ikkita shamdan tashkil topgan shamlarda biz ikkilamchi patternlar yoki ikkilamchi shamlar deyishligimiz mumkin. Ya'ni ikkitadan tashkil topgan. Tushunarli bo'ldi. Yuqorida biz bittadan tashkil topgan degandik. Aslida akalar, juda ham ko'p shamlar turlari bor, lekin umumiy holatda bizga eng foydali va nima bo'lgan narsa mana shu. 2ta men eng ko'p e'tibor beradigan narsa mana shu. Nima? Ya'ni gapni ko'paytirishlikda to'g'risi hype qilishlikni kerak yo'q, chunki haqiqiy ma'noda ishlab beradigan shamlar mana shular. Neytralda bo'lgan dojilar avlodi yoki misol uchun doji crest bo'ladigan bo'lsa, mana bular bizga ideal signal bo'la oladi. Va mana bu dojilar yuqoridagi va bu dojilar bizga ideal signal bo'lishi mumkin. Misol uchun narx chiqqandan keyin mana bu dojini ko'radigan bo'lsangiz, pastga tushib ketishlik bo'ladi.
va ikkilamchi shamlardan eng foydalisi va kerakli bo'ladigan paglasheni. Mana bu sham, misol uchun bozor kelyapti. Mana bu yashil sham deylik, mana bu qizil sham. Bu qizil sham buni paglashayt qilib yubordimi, demak narx pastga qarab tushib ketadi degani. Shunaqa. Narx pastga qarab tushib ketadi. Shu sababdan bu paglasheni qiladigan shamlar o'rganishligimiz yetarli bo'ladi. Endi bu yerda imbalans haqida keltiribdi. Inshaalloh imbalans haqidagi nimalarimizni keyin batafsilroq aytib o'tamiz. Отдельно bu dars. Yapon shamlari, qarang, yapon shamlarida mana shu asosiysi bizga kerak bo'ladigan narsalar mana bular akalar. Bular birlamchi shamlar, ya'ni bitta shamdan tashkil topgan shamlar. Agar holat mana bunday bo'ladigan bo'lsa, misol uchun deylik, mana bu narsani ko'radigan bo'lsangiz, hammer, Ingelfield hammer. Bularda Ingelfield emasmish, uzr. Mana bu ikkita shamni ko'radigan bo'lsangiz, misol uchun bozor nima qilyapti? Bozor tushib kelgan. Uzr, bozor tushib kelgan. Mana uni ko'rsangiz, bu chiqadi degani. Xuddi shunday bozor tushib kelgan ko'rsangiz chiqadi degani. Bu mana shu hammer oilasidan. Ikkinchisi neytral va davom etuvchi. Ya'ni mana bu holatda bir qancha sham bo'lishligi mumkin va eng oxirida yo yuqori yo pastga qarab har qanday bir signal bo'lmaydigan bo'lsa ketib qolishligi mumkin. Bu yer nima uchun neytral deydi? Chunki open va close bo'lgan nuqtalari bir xil. Ya'ni bozor ochilgan, muayyan vaqtda ochilgan va qaytib xuddi shunday nima qilingan? Qaytib xuddi shunday bozor o'sha ochilgan yeriga yaqin joyda yopilgan. Bu istar qizil sham bo'lsin, istar yashil sham bo'lsin, farqi yo'q. Nima bo'ladi? Bu bir xil narsa. Ya'ni va umumiy holatda bozorda kuchlari bir xil hisoblanadi. Shu sababdan nima qilamiz? Shu sababdan mana bu holatda sabrli bo'lib, ya'ni bozorda neytral ekanligini ko'ramiz. Xuddi shunday agar bozor teskari holda bo'ladigan bo'lsa, misol uchun deylik, bozor tushdi, bozor chiqdi. Mana bu narsani ko'radigan bo'lsangiz, bozor tushishligini dalolat qiladi. Xuddi shunday, bu ham xuddi shunaqa. Nima uchun bunaqa? Ya'ni buni orqa fonida nima bor aslida? Keyingi darslarda aytib o'tamiz. Ya'ni bu grafika shunday bo'lishligi bilan hech qanday sababsiz bozor tushib ketilaveradimi? Desangiz, yo'q, buni orqa planida nimalar bor? Misol uchun mana bu neytralni tushuntirishligim uchun, mana bu neytral. Nima uchun neytral? Ya'ni yo balandga yo pastga tushib ketishligi aniq emas. Chunki bozorni yuqoriga ko'taruvchi, ya'ni narxni ko'taruvchi odamlar bilan narxni tushiruvchi odamlarning orasidagi kuch bir xil kelyapti. Shu sababdan nima qilinadi? Shu sababdan bu neytral hisoblanadi. Mana bular neytral. Va ba'zan 4-5 ta neytralni ko'rasiz, keyin nima impuls bilan bozor yuqoriga narxlar ko'tarilib ketgan yoki impuls bilan tushib ketgan. Inshaalloh buni ham keyingi darslarimizda hammasini nima qilamiz. Endi ikkilamchi shamlar va uchlamchi shamlar, 3 dan ko'p bo'lgan shamlar. Bugun faqat ikkilamchi bo'lgan shamlarni aytib o'tamiz. Mana bu men aytgan paglasheni, ya'ni misol uchun bozor oqib kelgandan keyin mana bu paglashat qiladigan bo'lsa, ya'ni buni yutib yubordi. Buni yutib yuborganligi uchun bozor nima qiladi? Yuqoriga qarab ketadi. Yuqoriga qarab ketishlik ehtimoli katta hisoblanadi. Endi xuddi shu narsa agar teskari bo'ladigan bo'lsa, misol uchun bozor o'sib keldida, nima bo'ldi? Bitta paglasheni bo'lsa, qizil, bu degani katta ehtimol bilan bozor narxi tushib ketadi degani. Bu ham yarim foiz, 50% pastida yoki 50% yuqorisida yopildi degani. Bu umumiy holatda yaxshi ishlaydigan pattern hisoblanmaydi.
umumiy holatda yaxshi signal hisoblanadi. Bizga asos bo'lgan narsa mana shu. Asos bo'lgan narsa mana shuni yodlab olishlaring kerak. Mana shu bo'lishligi bilan bozorda o'zgarishlar paydo bo'lib, undan keyin yuqoriga qarab ketadi va mana bu aytib o'tganim neytral avlodidan va bu yerda bu holat bilan bir qancha holat bo'lishligi mumkin. Mana bunaqa impuls bilan chiqib, impuls bilan qaytish, retest berishligi yoki fake out qilishligi mumkinligi. Shunga o'xshagan bir qancha sabablar bor. Buni inshaalloh keyingi darslarimizda yaxshi tushuntiraman. Buni ya'ni men ismlarini aytib ketishlik bilan umumiy holda siz foyda topmaysiz. Buni orqasini haqiqatini ko'ra olmasangiz hech qachon foydangiz bo'lmaydi. Chunki misol uchun bugungi kunimizda internetda har qanday bir YouTube yozsangiz yoki ChatGPT ga yozsangiz bu ma'lumotlar chiqadi, lekin buni orqasidagi bo'lgan haqiqati nima ekanligini sizga hech kim nima bilan, tajribasi bilan tushuntirib bera olmaydi. Misol uchun bozor oqib kelgandan keyin mana bu holatdagi bozor oqib kelgandan keyin mana bu narsa bo'lsa, ko'p holatda bozor chiqib beradi. Buni inshaalloh darslarimiz davomida grafikali haqiqiy ma'noda ko'ramiz inshaalloh. Ko'ramiz inshaalloh. Bu ham ushbu tasdiq deyapti, ya'ni pastga yoki balandga chiqishligini tasdig'i. Mana bu neytral hisoblanadi. Mana bu odatda mana bu neytral bo'ladi. Neytral bo'lgandan keyin yuqoriga chiqib bersa, bu tasdiqcham bo'ladi. Ya'ni tasdiqcham. Bu neytral, ya'ni open va close nuqtalari bir-biriga o'ta yaqin bo'lganligi uchun nima qilinadi? Evening star, morning star, ya'ni kunduzgi yulduz, kechasiga yulduz. Bu muhimi nima emas. Ya'ni bizga umumiy holatda bu bozorni tasdiqi ekanligini bildiradi. Ya'ni bozor qizil sham kelyapti. Bu yerda bitta neytral hosil qilgandan keyin bitta yashil sham mana bu neytralni yaxshigina poglash qilib yuqoriga qarab ketadigan bo'lsa, bu уже bitta signalki bozor yuqoriga qarab ketadi. Xuddi shunday bozor kelib bitta neytral bo'lgandan keyin pastga tushib ketadigan bo'lsa, bu nima bo'ladi? Bu pastga tushib ketadi. Allohu a'lam, bugungi darsimiz mana shundan iborat edi.